Assalomu alaykum. Bugun 2026-yil 4-yanvar yakshanba kuni. Siz mening 70'ten keyingi hayat YouTube kanalımdasızlar. Bugungi suhbatimiz mavzusi 70 yoshdan keyin hayot qanday bo'ladi? 72 yoshli insonning rost va samimiy gaplari. Mana shu mavzuda bugun sizlar bilan suhbatlashamiz. Mening ismim Ozod Otajumanyozov. 72 yoshdaman, pensionerman. Xorazm viloyatining Gurlan shahrida yashayman. Odamlar 70 yoshdan keyin hayotim qanday bo'ladi deb ko'p o'ylashadi. Ayrimlar qo'rqadi, ayrimlar esa umuman bu haqda o'ylamaslikka, buni chetlab o'tishga harakat qilishadi. Bugun men sizlarga kitobdan yoki internetdan emas, o'z hayotimdan kelib chiqib 70 yoshdan keyin hayot qanday bo'lishini rostini aytib bermoqchiman. Bu video yoshlarga ham, pensiyadagi odamlarga ham foydali bo'ladi deb o'ylayman. Savol: 70 yoshdan keyin hayot tugaydimi? Ko'p odamlar shunday deb o'ylaydi. Pensiyaga chiqdim, hayot tugadi deb fikrlaydilar. Rostini aytsam, bu noto'g'ri. Tan olaman, kuch-quvvat avvalgidek emas. Tez charchaymiz. Ayrim joylar og'riydi. Masalan, oyoq, bel va yana boshqa joylar. Lekin shu bilan birga avvalgi shoshilish, shoshma-shosharlik yo'q. Ruhiyat, asablar tinch. Hayotga boshqacha qarab boshlaysan. 70 yoshdan keyin hayot tugamaydi. Faqat uning shakli o'zgaradi xolos. 70 yoshdan keyin hayotimdagi eng katta o'zgarish bu teran fikrlash bo'ldi. Yoshlikda biz doim shoshamiz. Ish, pul, oila, bola-chaqa tashvishlari, yangidan yangi hayotiy rejalar. 70 yoshdan keyin esa inson boshqacha o'ylay boshlaydi, boshqacha fikrlaydi. Hayotda nima kerak edi? Nimalarga erishdim? Nima ortiqcha bo'lgan? Nimani qadrlamadim? Men bir narsani yaxshi tushundim, anglab yetdim. Eng katta boylik bu tinchlik va sog'lik ekan. Pul kam bo'lishi mumkin. Lekin agar qalb, ko'ngil tinch va tanada sog'lik bo'lsa, mustaqil harakatlana olsangiz, bu katta baxt va oliy ne'mat. Endi kelin pensiyada
yalgızlık muamması to'g'risida gaplashsak. Rostini aytaman, pensiyada yalgızlık bor va bo'ladi ham. Bolalar o'z hayoti bilan band. Do'stlar kamayadi. Ayrimlari esa bu dunyodan o'tib ketadi. Lekin yalgızlık bu hayotning og'iri va oxiri emas. Men o'zim uchun bu muammoga yechim topdim. Ya'ni yalgızlık muammosiga yechim topdim. Boshida sekin internetdan foydalanishni o'rganamiz. Telefon, smartfonlardan internetga kirib, internetni o'rgana boshlaymiz. Keyin internetda youtube.com saytiga kirib, undan videolarni ko'ramiz va YouTube'ni o'rgana boshlaymiz. Endi esa bugunga kelib esa YouTube uchun video olish va unda pul ishlash, ozgina bo'lsa ham pensiyaga qo'shimcha pul ishlashni o'rganib boshlaymiz. Bu odamga juda katta motivatsiya beradi. Asosiysi inson o'zini yolg'izlikka tashlab qo'ymasligi kerak. Hatto 70 yoshda ham insonga suhbatdosh, dunyoqarashlar, maqsadlar birligi va qiziqish kerak. Nega men bu kanalni ochdim? Men bu kanalni mashhur bo'lish uchun emas, yoki katta pul ishlash uchun emas, balki men bu kanalni menga o'xshagan pensionerlar uchun, men yolg'iz emasman degan his tuyg'uni uyg'otish uchun ochdim. Agar mening gaplarim bitta insonga bo'lsa ham foyda bersa, shuning o'zi men uchun yetarli. Men kimlargadir kerakli insonman deb hayotimni shu tariqa davom ettirishga motivatsiya olaman. Ya'ni ruhlanaman. Endi yoshlarga qisqacha maslahatim bor. Agar bu videomni yoshlar ko'rayotgan bo'lsalar, bir narsani aytmoqchiman. Asabni hozirdan asrang. Shoshma-shosharlik qilmang. Og'ir bo'ling. Oila va yaqin insonlaringizni qadrlang. Vaqtingizni mayda-chuyda befoyda narsalarga sarflamang. Vaqt juda tez o'tadi. 70 yosh sizga uzoqdek tuyuladi, lekin u ham ko'z ochib yumguncha kelib qoladi. Agar siz pensiyada bo'lsangiz, siz yolg'iz emassiz. Internet, YouTube va bu mening kanalim sizning kundalik suhbatdoshingiz va hamrohingiz. Agar siz yosh bo'lsangiz, ota-onangizni qadrlang, vaqtingizni qadrlang. Bu kanalda men bugungi kundalik hayotim, o'tgan hayot tajribam bilan bo'lishaman. Agar qiziq bo'lsa, obuna bo'ling. Keyingi videolarimda pensiyadagi oddiy bir kunimni ko'rsataman. E'tiborlaringiz uchun rahmat.
Yana shu kanalda uchrashgunimizcha sog' omon bo'linglar.